Ko'ryapsizlar, Optimaga kelganmiz. Ayni edi ko'zguda Optima. Bu yerda birinchi qo'lagan, bundan tashqari mebelchilarga zakaz qilib berilgan. Mana o'zi klienti bor ekan, bu yerda mebel chiqaradigan akalar olar ekan. Endi Optim narxda qo'yapmiz. Oldilarini chaqlab berilar ekan. Mana ko'zguda Optim birinchi qo'l stanogini o'rnatibdilar. Mana stanoyini ko'ramiz hozir. Stanoy ham qimmat ekan o'zi. Mana ayni, bu to'g'ri ayni edi. Qarang. Mana shu yerda yuviladi, mana bu suvda yuvilib, mana unda. To'g'ri ayni, mana apparatga kirib ketadi. Biz Optim narxga pastda raqam qoldiryapmiz. Ko'zguda Optim narxda sotib olishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha ham dastlabki qilib berishadi. Mana stanogi. Ular ashini ichidan chiqargan, mana idishchalari turibdi, mana. Bu nima ekan bu? Bir narsa qo'ysa kerak unga. Cho'michalar qo'yib qo'yishibdi. Mana tayyori mana. Chista, xudo xolasa tayyorlanyapti bu. Tayyora bu. Tayyor holatda kraska bo'lmagan holat. Ha. Kraska bo'lgan holat. Kraska bo'lgan holati qayerda? Mana apparat nima qilardi? Qurolchani fasad qiladi. Ha, yonini chiroyli qilib beradi. Mebelchilarga bu bundan chiqqan narsa. Qani tayyori? Bitta tayyorini ko'ramiz. Mashimi? Mana. Orqasini ko'rsating, ayni edi. Ayni edi orqasi mana shu ekan mana. Oldi tomondan ko'rinishini ko'rsatasiz. Bitta tiniq. Haqiqatda zo'r tiniq chiqdi. Yaxshi ekan apparat. Bu Optim narxda. Bu nech pulenda? Yo telefon qilsa aytaverasizmi? Telefon qilsa soniga qarab turib kelishaveradi. Aviomga qarab telefon qilishadi. Xullas telefon qilaverasizlar. Pastga raqam qoldiryapmiz. Kimga zarur bo'lsa bemalol telefon qilaverasiz. Tanish bilishlarga jo'natib qo'yamiz.